Agar farzand solih bo'lsa, dunyodan o'tgandan keyin ota-ona valadun solihun yad'u lahu degan hadis bor. Odam farzandining amali o'zidan uziladi. Odam o'lgandan keyin tamom. O'lganicha odam amal qilib qolishi kerak. Hayotiy vaqtida yoshlar hali o'lmayman deydi. Yoshi qarilar ham men hali bor ancha menga deydi. Vaqt kutadi. O'limni kutyapsanmi? O'lim uzilguncha yaxshilik amallarni qilib qolishga Alloh taolo buyuradi. O'lim kelgandan keyin odamda 3 ta narsa qoladi dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. 3 ta narsa orqasidan savob bo'lib borib turadi. Birinchisi sadaqa-i joriya. Sadaqa-i joriya yo'l qurgan bo'lsa, havuz qurgan bo'lsa, suv chiqargan bo'lsa, masjid qurgan bo'lsa, mana bular o'lgandan keyin to yo'qolib ketgunicha borib turadi. Ikkinchisi ilmun yuntafa'u bih, tarqatib ketgan ilmi. Ana shu ilmni modomiki tarqatgandan keyin shogirdlariga, uni ham shogirdlariga tarqalib yo'q bo'lib ketgunicha yetib borib turadi ajr mukofoti. Uchinchisi valadun solihun yad'ulah, duo qilib turgan solih farzandning ajr mukofoti yetib turadi. Endi bir odam solih farzand tashlab ketdi, duo qilib turadigan bo'lsa, solih farzand tashlab ketsa-chi, solih degani solihni aksi, ya'ni solih emas farzand tashlab ketgan bo'lsa-chi. Ulamolar aytdilarki, ya'ni rivoyatlar bor dedilar. Bir odam dunyodan o'tgandan keyin sen bugun 5 vaqt namozni o'qimading deb azob berar ekan qabrda. Men o'lgan bo'lsam, qanday bugun 5 vaqt namozni o'qimayman desa, sen tashlab ketgan farzanding 5 vaqt namoz o'qimadi. O'shani kasri senga uradi deydi. Shuning uchun solih farzand emas, tolih, ya'ni solih emas farzand tashlab ketgan bo'lsa, buning yomonligi ham yetib turadi odamlarga.